Juda ham ko'pchilik videolarimizda, kontentlarimizda ko'pincha ayollarimiz uchun tavsiyalar beriladi. Oilada ayolning vazifasi, ayolning o'rni, farzandlar tarbiyasi va hokazo. Oilada albatta otaning ham o'rni juda ham muhim. Farzandlar baxtli bo'lishi uchun otani eng asosiy bajarishi, qilishi, tushunishi kerak bo'lgan vazifalardan biri bu ayolini sevishdir. Shunaqa gap bor. Agarda farzandlaringiz baxtli bo'lishini, xursand bo'lishini xohlasangiz, unda ayolingizni seving, qadrlang. Chunki siz ayolingizni qadrlaganingizda farzandlaringiz shunchalik darajada xursand bo'ladi, buni siz tasavvur ham qila olmasligingiz mumkin. Qanchalik oilada ayol qadrlansa erkak tomonidan, farzandlar uchun bu juda ham namuna bo'ladi. Siz agar qiz farzandlarini tarbiyalayotgan bo'lsangiz, siz qizingiz uchun butun erkaklar nomidan namuna bo'layotgan bo'lasiz. Agar o'g'il farzand tarbiyalayotgan bo'lsangiz, ayolni qanaqa qadrlash kerakligini o'rgatayotgan bo'lasiz. Shuning uchun aziz erkaklar, aziz otalar, oilada farzandlarimiz, oilamiz, ayolimizni qanchalik hurmat qilib qadrlasak, vazifalarimizni o'z o'rnida bajarsak, har taraflama yaxshi munosabatga, sevgi, mehr, muhabbatga erishishimiz mumkin.